Samsung kir yuvish mashinasini batafsil ishlatishni o'rganishni xohlaysizmi? Unda bu videoni o'tkazib olmayman. Bu videoda Samsung kir mashinasining funksiyalarini har bittasini bittalab tushuntirib beraman va qo'shimcha funksiyalarni qanaqa ishlatish kerakligini ham bilib olasiz. Ungacha siz bitta like bosib qo'ying. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bosib qo'ying. Chunki bizda bunaqa foydali videolar juda ham ko'p bo'ladi. Ishonmasangiz, profilimizga kirib ko'ring. Birinchi navbatda kir mashinasini yoqib olamiz. Shunaqa tablo chiqadi va bir boshdan funksiyalarni tushuntirib ketamiz. Bystre stirka. Bu asosiysi yozda ishlatiladi. Ya'ni yozda yengil kiyilgan kiyimlarni hid bo'lib qolgan bo'lsa, bystre stirka degani 15 minutda yuvib, chayib, quritib beradi. Agar sizlar buni ishlatadigan bo'lsanglar, kiyiminglar uzoq yil kiya olasizlar, juda ham tez yuvib bera oladi 15 minutda. Bu asnomnoy yozda ishlatilish uchun mo'ljallangan funksiya. Bir ro'y yengillab olish uchun. Chayib o'tirmaysiz, shu funksiyani qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol yuvib, chayib, quritib beradi. Ikkinchisiga keladigan bo'lsangiz, smeshinni tikani. Agar qattiq kiyimlar bo'ladigan bo'lsa, qo'lda kuch ishlatib yuvishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan bu shu kiyimlar uchun mo'ljallangan funksiya hisoblanadi. Super ekonomichniy. Agar sizda kiyimlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, siz u kiyimlarni super ekonomichniyga qo'yadigan bo'lsangiz, vaqti ham kam bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham foydali qilib yuvib bera oladi. Bu suvdan ham, parashokdan ham, elektr energiyadan ham tejab beradi. Shu uchun aynan shuni qo'yiladi. Chunki ba'zi xilop funksiyalarda 3 soatdan oshib yuvganning hisobiga super ekonomik funksiyada foydalansangiz yaxshi bo'ladi. Shers kiyimlar bu faqat to'qilgan kiyimlar uchun mo'ljallangan. Bu avtomatik tarzda qilingan. Aynan to'qilgan kiyimlar uchun mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Gradus qo'yyapti, necha martagacha chayish funksiyasi va necha oborotda siqish funksiyasi. Ya'ni necha foizgacha siqib berishi. Bu yerda bemalol ko'rsatib qo'yilgan. Siz aynan shers kiyimlarga boshqa narsalarni tashab qo'ymang, sababi bu aynan to'qilgan kiyimlar uchun mo'ljallangan avtomat funksiya hisoblanadi. Svetniy одежда. Agar sizda rangli kiyimlarni bittada tashlab bo'lsangiz, unda aynan svetliy одеждаga qo'yadigan bo'lsangiz, bu aynan shu uchun moslangan narsa bo'ladi. Ya'ni gradusi, buni chayish funksiyasi va siqish funksiyalari aynan aralash rangli kiyimlarga mo'ljallangan bo'ladi. Pastelniy bilyo. Buni tarjimasini bilmayman. Menimcha bu ham pastelniy bilyo bo'lsa kerak. Yengilroq materiallar bo'ladi. Aynan shu uchun pastelniy bilyo qo'yiladi. Vaqti ham ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham katta, 2 soatdan oshiqroq bo'ladi. Bu asosiy vaqtni ko'paytiradigan narsalardan bittasi shu gradusi, chayish funksiyasi va siqish oborotlari. Buni xohlasangiz yana ko'tarsangiz bo'ladi, xohlasangiz yana tushirsangiz bo'ladi. Agar sizga bu vaqt to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, siz siqish funksiyasini kamaytirsangiz bo'ladi. Misol uchun 400 qilib turib o'zgartirsangiz bo'ladi, chayish funksiyalarini o'zgartirsangiz bo'ladi, bittagacha graduslarni o'zgartirsangiz bo'ladi, 20, 30, 40 qilib o'zgartirsangiz bo'ladi. Shu bilan vaqtlari ham o'zgaradi. Agar sizga bu vaqt to'g'ri kelmasa, mana agar boshqa funksiyaga qo'yadigan bo'lsak, avtomatik bitta funksiya bunda turgan bo'ladi. Keyingisi gigiyenitskiy stirka sparim. Bu asosiysi bolalar kiyimiga ishlatiladi. Agar kimda kim qanaqadir ximikatlardan allergiya bo'ladigan bo'lsa, aynan bunga qo'yib yuviladigan bo'lsa, bakteriyalarni o'ldiradi birinchi navbatda, ikkinchi navbatda aynan mana bu ko'k palasali tuzu bu par bilan, ya'ni 90 gradusdan ham yuqori bo'lgan par bilan yuvib berishining hisobiga o'tda hech qanaqa ximikatlar qolmaydi, gigiyenitskiy toza bo'ladi, hamma bakteriyani o'ldirgan bo'ladi. Bu asosiysi bolalar yoki agar kimni agar terisi allergiyaga moyil bo'ladigan bo'lsa, aynan shunda yuvsanglar hech qanaqa bakteriyalar qolmaydi. Yana bu boshidan boshlaymiz. Xlop funksiyasi. Bu HB kiyimlarni yuvish uchun mo'ljallangan. Bu yerda 2 xili turibdi. Agar sizda oddiy HB kiyim bo'ladigan bo'lsa, aralashtirmasdan, kiyimlarni aralashtirmasdan faqat HB kiyim tashiydigan bo'lsangiz, bunda mana shu funksiyada yuvasiz va bu narsa standart qo'yilgan. Agar siz shu standart asosida shu HB kiyimlaringizni yuvadigan bo'lsangiz, kiyimlaringiz titilib ketmaydi, cho'zilib ketmaydi, o'zini shaklini yo'qotib qo'ymaydi va sifatini yo'qotmaydi. Shuning uchun asnomnoy mana shu funksiyalardan foydalanishingiz yaxshi, bilib. Bu yerda mana bu yerda ko'rsatilyapti. Agar sizni vaqtingiz bemalolroq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni aynan HB kiyimlarni ekonomichniy qilib yuvib beradigan funksiyasi bor. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, salkamni 4 soatga yaqin. Bu qachon ishlatasizlar? Agar kiyimingiz qimmat bo'ladigan bo'lsa, uni asrab, avaylab yuvmoqchi bo'lsangiz,
unda aynan shu funksiya sizlarga qo'l keladi. Mana bu yerda oddiysi bilan farqi ham bor. Bu yerda avaylab yuvishi, kiyimni nimasi bo'ladi, asrashi, bu aynan xlopga ekonom versiyasida foydalanasizlar. Bu sintetika. Siz kir mashinada har bir kiyimni alohida qilib yuvsanglar, o'zingiz uchun foydali. Sababi sintetikaga to'g'ri keladigan gradus xlopga to'g'ri kelmaydi, yoki umuman chayish funksiyasi to'g'ri kelmaydi, yoki siqish funksiyasi to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun har bitta kiyimni agar ajrata olsanglar, bu sintetika bilan xbga ajrata olsanglar, bo'lib yuvayotganingizda ishlatiladigan funksiya. Agar kirlar faqat sintetika bo'ladigan bo'lsa, shu funksiyaga qo'yib ishlatasizlar, 2 soat yuvadi. O'jimi eng maksimum darajada siqib berishi, chayish funksiyasi ikkitalik bo'lyapti hozir bu yerda ko'rsanglar, 40 gradusda. Agar sizlar faqat sintetika material yuvadigan bo'lsanglar, shu funksiyaga qo'yib ishlatasizlar. Verxniya adejda deyapti. Bu ya'ni ko'ylak bo'lishi mumkin, futbolka bo'lishi mumkin. Asosiysi jinsilar emas, ustki kiyimlar hisoblanadi. Agar bu narsani qo'yadigan bo'lsanglar, sizlarga qanchalik to'g'ri keladi, bu har bittasini o'zgartirib yana ishlatsanglar bo'ladi. Menimcha alohida yuvilmaydi yoki sintetika yoki xb materialga qo'yib yursanglar yana ham yaxshiroq bo'ladi. Bu qo'shimcha funksiyasi. Mana mana Palaskania plus Ojim. Bu yerda ko'pchiligiga bir xillarda chayish funksiyasi yoqmay qolishi mumkin yoki siqib berishi qoniqtirmagan bo'lishi mumkin. Qaysidir funksiyaga bilmasdan qo'yib qo'yishganligini hisobiga aynan yuvib bo'lgandan keyin agar sizga kirlaringizni tozaligi yoki quruqligi yoqmayotgan bo'lsa, siz aynan Palaskania plus Ojimga qo'yadigan bo'lsangiz, qo'shimcha chayib yana siqib bera oladi. Bu shuning uchun. Bu funksiyadan chiqqandan keyin alohida qo'yiladigan funksiya. Bu funksiyaga qo'yasiz va kirlaringizni yuvasiz. Yuvib bo'lgandan keyin holat agar sizga yoqmasa, yana boshqa talab funksiya qilib o'tirmaysiz. Bez parashok, bez nichivo Palaskania plus Ojim funksiyasiga qo'yib yuborsiz, chayib siqib bera oladi sizga yana. Mana bu yerda slip plus Ojim. Bu ba'zilar kiyimlarni qo'lda yuvadi, lekin siqish jarayonini kir mashinada qilish mumkin. Bu faqatgina siqib bera oladi. Siz qo'lda kir yuvasizmi yoki aynan shu yerda qaysidir funksiyada yuvdingiz, oldingiz, sizga quruqlik darajasi yoqmagan bo'ladigan bo'lsa, Ojim funksiyasiga qo'yib turib siqib beradi va siqqanda suv chiqadi. Suvni chiqarib yuborish funksiyasi bilan baravar qilingan. Shu avtomat tarzda qilingan. Hammasi mana 1200 obrotgacha ham siqib beradi. Agar sizga yoqmaydigan bo'lsa, bu narsani kamaytirsangiz bo'ladi. Har bitta shu siqish funksiyasi, chayish funksiyasi, gradus funksiyasini bosib to'g'rila olasiz. Va eng keraklisi очистка barabani funksiyasi. Bu baraban tozalash funksiyasi. Har bir kiyim yuvganingizda kiyimdan o'sha nima kir tushadi, parashokli ishlatayotganingizda parashokning musorlari paydo bo'ladi va ular yig'ilib qoladi. Shu narsalarni tozalab turish uchun kirni solganingizdan keyin, ishlatib bo'lganingizdan keyin kir mashinani hidlanib qoladi. Bu hidlarni ketkizish uchun ham очистка barabani funksiyasidan foydalanib turing. Imkon qadar bir oyda 2 marta foydalanadigan bo'lsangiz, yana ham yaxshi bo'ladi. Endi bu joylarga keladigan bo'lsak, bu ekran tablosi ko'rib turganingizdek minuti, ko'rib turganingizdek qo'shimcha funksiyalari ko'p odamlar misol uchun mana qo'yganda vaqtini kamaytirmoqchi bo'ladi. Vaqtini qanaqa kamaytirsangiz bo'ladi? Misol uchun siqish funksiyasini siz 1200 bo'lmasin desangiz, shunga qarab turib kamaytirib olsangiz bo'ladi. Bu juda ham qattiq siqib yoradi, menga yumshoqroq siqib bersin, mayli namroq bo'lsa ham desangiz, buni kamaytirib ko'paytirsangiz bo'ladi. Mana bu chayish funksiyasi. Bu aynan bu xlop funksiyada, ya'ni ekonomik xlop funksiyada 2 marta chay ekan. Yo, menga 2 marta chaymasin, yaxshilab chaysin, 3 marta chaysin desangiz, qo'shib ketaverasiz. O'tga agar chayish funksiyasini ko'rayotgan bo'lsangiz, vaqt qo'shilib ketyapti. Agar sizga bu kirlaringiz uchun 40 gradus kamlik qiladigan bo'lsa yoki ko'plik qiladigan bo'lsa, shu gradusini ko'tarib, issuvlik darajasini oshirib olsangiz bo'ladi. Aynan xlopkda 90 gradusgacha yuvib bo'lmas ekan, sababi issiq bo'lgani hisobiga kiyimlarga zarar yetadi. Shuning uchun faqat kamaytirsangiz bo'lyapti, ko'paytira olmaysiz, sababi mumkin emas. Ba'zi funksiyalarda maksimum darajagacha olib chiqadi, ba'zi funksiyalarni baland-past qila olasiz. Shuni hisobiga mana shu narsalar baland-past bo'ladi. Bir xillarda chayish funksiyasi kamroq bo'lishi mumkin, bir xillarda gradus kamroq bo'lishi mumkin, bir xillarda siqish funksiyasini kam qilib bo'lmasligi mumkin.
Nu deyarli har bittasini baland-past qilsangiz bo'ladi. Gradusini to'g'rilasangiz bo'ladi, chayish funksiyasini 5 martagacha ko'tarsangiz bo'ladi, siqish funksiyalarini bu yerdan to'g'rilasangiz bo'ladi. Hammasini o'zingizga moslab ishlataverasiz. O'zi umuman olganda bu hammasi standart, ya'ni Yevropa standarti asosida kiyimlarga moslab qilingan avtomat funksiyalar. Bularni hammasini o'zgartirib ishlatsangiz bo'ladi. Bu yana qo'shimcha funksiyalardan bittasi, bular dazmolga tayyor qilib berish, yarim, ya'ni baraban to'la bo'lmagan holatda buni ham belgilab qo'yish, ya'ni ko'pirtirayotganda, ya'ni ko'pirishini ko'proq bo'lishini xohlasangiz, buni ham yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Kiyimlarda qattiqroq dog' bo'ladigan bo'lsa, buni ham belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Endi bu yerda shunaqa narsa bor, bolalar uchun himoya. Aynan Samsung kirmoshnada mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Qulp rasmini ko'rsatib qo'ygan. Agar siz bu yerda mana shu ikkita knopkasini bosib turadigan bo'lsangiz, mana qulpga tushdi. Bu nimaga kerak? Ya'ni kelib bolalar o'ynab tashlamasligi uchun. Men o'ynab tashlagan taqdirda ham bu knopkani kelib, endi siz blokirovka qo'yganingizni o'zingiz bilasiz. Shuni hisobiga kelib, o'zingiz yana xuddi shunaqa 3 sekund bosib turadigan bo'lsangiz, ochiladi, bemalol ochib ishlataverasiz. Bu bolalar uchun. Keyin kech payt agar boshqarayotgan bo'lsangiz, kech payt bir xillarda uxlayotgan bo'ladi, kimdirlar xalaqit bermaydingiz. Mana dovush sizga yoqmasligi mumkin. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Ikkita knopkani baravar bosadigan bo'lsang, bu signal berishni to'xtatadi, ya'ni bosib turadigan bo'lsak, ovozi chiqmasligini boshlaydi. Agar menga ovozi kerak, bolam ishlatyaptimi, yo'qmi, bosyaptimi, men bilib turishim kerak desangiz, yana xuddi shu narsani bosasiz. Mana ishlatib ketaverasiz. Endi mana bu funksiyasiga keladigan bo'lsak, bu yerda qo'shimcha funksiyalari bor. Bu siz programma tanlaganingizdan keyin qo'shib qo'yishni xohlagan programmalaringizdan bittasi bo'ladi bu. Misol uchun mana xlopga qo'yib olmizda, bizga dazmolga tayyor qilib bersin. Funksiyani bosadigan bo'lsak, mana dazmolga tayyor funksiya qo'shiladi. Plus agar sizda bu yerda misol uchun yarim dog' bor yoki kiyim yoki misol uchun yarimta barabanda kir tashlayotganingizni agar belgilab ketadigan bo'lsangiz, bu yerda hamma funksiyalarni qo'shib hisoblab ishlab ketaveradi. Bu qo'shimcha funksiyalar sizga qanchalik kerakligi. Bu ba'zi funksiyalarda ishlamasligi mumkin bular. Misol uchun Bistri chiskiga qo'ydi, lekin qo'ysak mana bu narsa ishlamaydi. Sababi bu funksiyaga bu funksiyalar tushmaydi. Shuni hisobiga ba'zi funksiyalarga tushadi, ba'zi funksiyalarga tushmaydi. Endi siz bilib oldingiz, misol uchun kamaytirish uchun nima qilasiz? Chayish funksiyasini kamaytirasiz yoki siqish funksiyasini kamaytirasiz yoki gradusini kamaytirasiz. Qancha gradus ko'p bo'lsa, shuncha vaqti ko'payib ketaveradi. Har bitta funksiyada mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, nimalari bor, nima funksiyalari bor. Ba'zilarda umuman mana hozir Ojim variantida hech qanaqa chayish funksiyasi yoki boshqa narsalari yo'q. Mana har bitta funksiyani o'zgartirganingizda o'zgarib ketaveradi. Keyin Samsung yana bitta zo'r tarafi bor. Misol uchun siz kir tashladingiz va play bosdingiz. Funksiyaga qo'yib turib bosib yubordingiz, ishlashni boshladi, suv tortadi birinchi navbatda. Shu ma'lum bir miqdorda 3 minut 5 minutgacha bo'lgan holatda agar siz narsalaringizni esingizdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, ya'ni kelib pauzasini bosadigan bo'lsangiz, kir moshina sizga eshigini ochishga ruxsat beradi. Xohlasangiz kiyim sovorasiz, xohlasangiz ichida nimadir qolib ketgan bo'lsa, xohlasangiz qaytarib chiqarib olasiz va kiyimlaringizni yana davom ettirish uchun play bosib olasiz, yana ishlab ketaveradi. Ma'lumotlarimiz foydali bo'ldi degan umiddamiz. Bu video siz uchun asqotadi. Agar video haqiqatan ham foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar va sizlarda yana qanaqa texnika uchun savolinglar bor, kommentariyada обязательно yozib qoldiringlar. Bunaqa foydali videolarni o'tkazib olmasligi uchun bizga obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.